eng arzon игровой setup sizlarga spesialni qildim. Eng arzon imенно shu kunga 2026-yil, hozir yoz. Bilasizlar, defizit pamyati hozirgi kunda narxlarni oshirib ketdi. O'sha komplektoyishlarga eng qimmat payt hozirgi kun bo'ldi. Neki video karta ham o'shatdi, operativka ham, SSDlar ham. Bular oldin mabodoga mana operativkamiz $95 turardi. Hozir $420-450 ham topolmayapmiz. Shunga qaramasdan men sizlarga современный мощный сборкani bugun obzor qilib beraman. Narxi ham sizlarni menimcha hayratda qoldiradi. Ketdik. Assalomu alaykum, sizlar bilan Shahzod Shodiyev va bugun bizning obzorimizda такой современный, мощный desam bo'ladi sborchkamiz. В принципе, hamma o'ylanib ko'taradigan kompyuterni obzor qilamiz. Обязательно like va подписка bosib qo'yinglar, katta mehnat ketyapti. Go. Давайте birinchi tashqi ko'rinishidan boshlab ko'rsatib beraman. Mana bizning keysimiz. Katta emas, kichkina ham emas. M plata xolasanglar ATX platagacha bemalol bu keysga sig'adi. Nimasi menga yoqadi bu keysni? Hamma xohlagan akvarium keysga o'xshaydi. No, tagida mana knopchkali qilinishgan, yoki bilasizlar, chista akvarium olsanglar juda tez kirib qoladi. Bunda u problem hal qilindi. Mana shu pastiga spesial o'sha blok pitaniya joy qilib, havo aylantirishga ham butun hamma joyini teshib tashlashgan. Oldi tomoni bizda stiklo va bu yerda ham stiklo. Blok pitaniya pastda joylashgan. Yoqib o'chiradigan knopchkamiz chekkasida juda udobniy. Masalan, o'ng tomonda turadi odatda keysimiz. Bundoq qo'ysanglar, kelasizlar, sразу yoqasizlar juda udobniy bu tomondan AVTech ishlab chiqaruvchilari juda aqlli ishlar qilishgan. Bizda 3 ta USB'miz bor, oldi tomonda, bitta 3.1 qolganlari уже 2.0 dan. Spesial o'sha AUX va naushnikka joy. Ishlaydimi, ishlamaydi, bunisini bilmayman, uni ulab qo'yishsa ishlar ekan. Bo'ldi, prinsipi boshqa narsa davom etamiz. Prinsip shu. Tosh, eng основной bazamiz bizda 7500F olti gidrolik juda kuchli toshimiz. Bilasizlarmi, nimasi qiziq? 800X'da yoki qolganidan farqi bu toshni bemalol sizlar 501 Gz gacha razgon qilsanglar bo'ladi. Agar yaxshi aqlni qo'ysanglar. Даже men ko'rganman, shu 7500 dan 50-70 lar o'sha entuziastlar qo'yib, именно 4K gaming uchun 7500F bilan tam 50-70 yoki 50-80 ni qo'yishyapti. Biz endi masalan shooterlar yig'amiz, to'g'rimi? CS:GO, tam Dota'larga, в принципе, zo'r tosh. Даже tam AAA o'yinlarni o'ynamoqchi bo'lsangiz ham yaxshi video karta bilan bu biratchi ko'tarib beraveradi. Bitta minusi bor, yaxshi охлаждение qo'yish kerak. Juda горячий toshcha. Materinskiy plata yoki ona plataga men nima tanladim? B650 GB. Sразу aytaman, vaqtinglar ko'p olmayman, tez ketaman. Nimaga bu plata? Gaming Wi-Fi platasi, radiatori unaqa katta emas, lekin kichkina ham yo'q emas. Biz buni 3 ta modeli bor, Gaming Plusi bor, yana H nimaduri bor. Uni maslahat bermayman olishga, ular juda arzon turadi, radiatori yo'q bo'lgani uchun 7500F yoki masalan toshlarga to'g'ri kelmaydi. No, boshqa toshga prinsip qo'ya olmaysizlar ham. Nima plusi bor? Любой tosh ko'taradi. 78 ham, 98 ham bu plata ko'tarib beradi. Endi, конечно, razgon qila olmaysizlar, полностью uni kuchini ochib bera olmaydi-yu, no ishlatib beradi. Biz o'zimiz tekshirganmiz. Bu plata B650 bilan Apex Pro ni solishtirganda, принципе, bazaviy частотlarda 1 xil FPS beriladi. Так что yaxshi рабочая лошадка, materinskiy plata. Portlarimizga kelsak, tak bu DI portimiz bor, tepada ikkita USB popolam, ikkita 3.2 USB portimiz bor, bitta HDMI, ikkita USB 2.5G bizda LAN kabelimiz. Так что juda yaxshi plata. Wi-Fi ham bor, xolasanglar, o'sha LAN kabel orqali tam kompyuterlarga ham prinsipy to'g'ri keladi. M slotga kelsa, bitta M slotimiz bor va bitta PCI o'sha video kartaga. Bu nima desanglar, Wi-Fi uchun fignyushkasi. Prinsipy всё. Ikkitagina faqat operatsiyaga qo'ysanglar bo'ladi. Prinsipy 2005 uchun 4 ta operatsiya qo'yish juda katta xato, так что в принципе norm. Arctic охлаждение qo'ydik, modeli 8A, ichida MX6 terapast o'zi chiqadi. Ko'rsanglar bo'ladi, ikkita trubkali, juda
sifatli охлаждение, kстати, и mana kullari ichiga kiradi. Nima plus bor bu охлаждение? Birinchidan bu Arctic, my friends. Ikkinchidan beshumniy 0 detsibel, CO2 Natural Company, bizga bu qizig'i yo'q. Kullari tezligi 2300 ekan. Realno yaxshi, moshni охлаждение. 7500F dan katta protsessorga qo'yish maslahat bermayman, chunki уже дальше ko'tara olmaydi. Bitta operatsiyaga qo'ydik, radiatorli Juhor brendidan. Birinchidan arzon, ikkinchidan arzon, uchinchidan narxi ko'tarishdan oldin bu narsani olib kelib qo'ydik, chunki bizga baqa arzonroq. Ichida mikronniy pamyati mabodoga, так что, в принципе, жаловаться qila olmaymiz. Yaxshi narsa. Cell 38. Mabodo ikkinchi operativga qo'ymoqchi bo'lsanglar, 2200 doplata qilsanglar, ikkinchi operativga qo'yib berishadi. Da, 2200 kallangiz qilmayapti. Video kartani 2200 qimmat derdik. Hozir operativka bir donasi 2200. И то bu arzon narx. Kamida hozirgi kunda 200-250 dollar sotishyapti. SSD Lexar brendidan NM610 Pro 5 GB 3300. Endi 3300 bermaydi-yu, 1700, 2000 ishlaydi. Yaxshi SSD bu qolgan brendlardan, nimadir brendlardan ancha yaxshi chiqadi. Braklari juda kam. Так что menga yoqadi. Maksimalni o'sha aytaman, defitsit payti hozir ko'rib qolgan paytim men shuni kollektsiyaga olib qo'yaman. Так что men shuni maslahat ham beraman. Endi video karta, my friends. Paladin video karta 5060. 5060 endi hamma biladi. 5060 juda zo'r video karta, 50 seriyani eng byudjetnisi hisoblanadi. Любой o'yinni в принципе o'ynasangiz bo'ladi, faqat kачествоda farqi bor. DLSS, hamma funksiyaga ega. Nimaga Paladin? O'sha gap. Maksimalni arzon qilishga harakat qildik. Paladin eng musor brendlardan eng yaxshi musor, ki bu tegi o'zi Revka, zavoddan olishadi. Bu video kartani boshqatdan sizga chiqarib berishadi. Paladin sifatliroq chiqaradi. 1 yillik realniy garantiya bor. Shuning uchun bittasi bizda brak bo'ldi, realni almashtirib berishdi yengisiga. Так что plus. Brak kam chiqadi. O'zi menga juda yoqadi. Plus menga nima? Ana videosi ham chiroyli qilingan, sifatli. Bunga o'xshagan prinsip Axel, Maxel shunga o'xshagan brendlar bor, lekin o'shaning ichida maslahatim, o'sha biz ishlatayotganimiz Paladin narx juda arzon. Ikkinchidan o'sha sifat garantiya bo'lgani uchun shuni tanladik. Mabodoga qimmatroq variant ham olsanglar bo'ladi, plus 30-40 dollar. Biza o'sha eng arzon narxga stремиться qilamiz, chunki har bitta joyda ekonom qildik. Lekin arzon bo'lsa ham 1 yil garantiyasi bor любой komplektuющийga. Shunday gaplar ketdi dasham. Bloka mana pitaniya mana. G'rin degan blok pitaniya. Bular plus 80 deydi. Mabodoga bronzmaniz bu. Plus 80 просто. 600 watt, 650 watt Pro. Xudo biladi Pro nimaligi. Yaxshi blok pitaniya. Buni ham o'sha 1 yil garantiya bo'lgani uchun yaxshi поставщикlardan arzon variantlar qidirib chiqdik. 650 watt bo'lsa ham 50-60 Tigacha maslahat beraman. Bemalol ko'tarib beradi, xudo xohlasa. 220 watt, zashitka, pashitka hech narsasi yo'q. Juda yaxshi ishlab beradi. 1 yil garantiya beramiz. O'ylamanglar, musor narsani shahzod yo'q dedim. Har bitta yig'gan narsamiz realniy, no name, ismi yo'q, nomi yo'q, funksionali ham yo'q, lekin hammasi garantiyalari bilan birga, по-любому bizdan olmasizlar, biz hammasiga turib beramiz. O'sha gap. Maksimalni arzon qilishga harakat qildim. Maksimalni arzon, garantiyali birga ishlaydigani. Hozir test qilamiz. Counter Strike, Cyberpunk, Warzone, Wukongga tekshiramiz. Necha FPS bilan berar ekan.
Testlarimiz tugadi, my friends. O'zingizlar ko'rasizlar, bu brachkamiz narxi 11,5 millionga olib ketsanglar bo'ladi. No, shoshilinglar, son chegaralangan narx. Shikarnishi, shokoladniy harakat qilamiz sizlar uchun. Ichida nima borligini o'zingizlar po fakti ko'rdinglar. Yomon narsani yomon deymiz, yaxshi narsani yaxshi deymiz. Da bu super brend emas, lekin boshlang'ich uchun eng yaxshi kompyuter. Agar byudjetingiz kam bo'lsa, olib ketsanglar bo'ladi. Testlarni o'zingizlar ko'rdinglar. Обязательно like va подписка bosib qo'yinglar. Agar sizga bunaqa videolar yoqayotgan bo'lsa, klaviatura mishkani obzorlariga kompyuterlarni obzor qilamiz. Klaviatura mishkani obzorlari kam prosmotr oldi. Yuragimning nazariga yetib oldim-da. Davu.